Mana rahmat, bizni xijolatchilikdan chiqardingiz. Men 10 ming dollarni olib qo'ying desa, nima deyapsiz? Ha, qarzim esa qarz bas. Qarz bas desa nimani tushunadi? Zakoti deb tushunadimi? Endi qarangki, nima bo'ladi hoji aka desa, uyingizni men sotib olganman debdi. Hoji aka, bu uyim Toshkentdagi parkent nimasida 300 ming dollarlik joy bu. Unaqa 10 ming dollarlik bas, bor xohlagan joyingga bor. Qog'oz gapiradi, men oldi sotdi qilib olganman, bor yo'qoldi haydab yubordi. Eshik tagiga chiqib, mol achchig'i, jon achchig'i o'ylanib o'tirib, bola chaqasi bilan, kelin, nevaralar bilan ko'chada qolishligini o'ylab, gursatib yiqilibdi-da. Og'zidan oq ko'pik kelib, doktor chaqirib, doktorga olib borsa, insult bo'lib qopti. 3-4 kun yotgandan keyin doktor chaqirib, davo oldiga yurmayapti, olib ketaveringlar, o'lib qolsa qiynalasizlar. Uyga borganda o'lgani yaxshi, chunki hujjatlar kam bo'ladi deb uyga javob berib yuboribdi. Xotinini chaqirib, xotiniga bitta varaq, ruchka, konvert olib keling debdi. Xotiniga aytib turibdi, yozibdi. O'g'lini chaqirib, o'g'lim shu omonat, shu magazinchiga berasan, men o'lganimda yuvib, kafallab, masjidga namoz o'qigani chiqib ketilayotgan paytda magazinda oldiga to'xtaginda shu xatni magazinchi hojiga berib qo'ydi. Dada, hali yoshsiz, tuzalasiz, qancha odam tuzalgan bu kasaldan. Siz yoshingiz katta bas bo'lsa, o'lim haqki o'g'lim. Bugun bo'lmasa ertaga bo'lmasa bir kun emas, bir kun o'limni men totaman-ku. O'g'liga taskin beribdi. 2 kun o'tgandan keyin hoji aka o'libdi-da. Yuvilib, kafallanib, o'lik tashiydigan mashinada namozga olib chiqib ketishyapti. Magazinda oldiga mashina to'xtaydigan joyga qo'yib, hoji akaga berib qo'ying xatni deb yugurib kirib hoji akani chaqirsa chiqibdi. Dada, shu xatni sizga beruvdilar, o'qirkansiz. Shunday xatni ochib, o'qib, u ham orqasidan gursatib yiqilibdi. Nimaga bu hoji aka ancha munchaga yiqilmas edi, bu xatda nima deb yozilgan ekan deb xatni ochib o'qisa, xatda yozilgan ekan. Hoji aka, siz aytgandek men bu dunyoda boradigan odam topolmadim oldiga. Hech kimga bir gapni gapira olmay qoldim. O'zini huzuriga ketyapman, haqni huzuriga. Ilojini qilsangiz bormen debdi-da. Kim ilojini qila olmaydi? Kim ilojini qila oladi, bormas deydi. Orqasidan mana ketdi-yu asrga to'g'rilab.